hicret qilmoqchi bo'lgan 30 kishini pash qilgan amanlıq mudirining tuqqanlari qamoqda. 21 mart Erkin Asiya radiosi bergan xabarda bildirilishicha, G'ulja Bayonday vaziyatidan xabardor kishilardan biri Erkin Asiya radiosiga uchur yo'llab, Bayondayda oshxona echayotgan Sultonjon ismli bir kishining oilasi bo'yicha tutqun qilinganligi, uning akisi Savurjonning Misrda oshxona ochgan ikki o'g'lining mo tarbiyalashda ekanligini, Bayonday yesidan bultur yil o'ttirdan boshlab hijratga tayyorlik qilgan degan gumon bilan 3 kishining tutilganligini, egilagan uchurlardan oshkorlanishicha, yaqinqi yillardan beri minglagan kishilar har xil yo'llar bilan chegara atlab chiqib ketadigan bo'lsa-mu, yana ko'plagan kishilarning safar ustida hatto uyidan qo'zg'almay turib tutilganligi va ularga hijratchi degan atalmish jinoyat ortilganligi, sobiq mahbuslardan beri o'zining Pokistondan qaytirib etilgan 40 necha kishi bilan bir qamoqxonada yotganligini bildirgan bo'lsa, yana ba'zi kanit amonliq mudirlari o'zlarining Xitoy o'lkalaridan hijratga atlangan Uyg'urlarni tutib kelayotganligini o'z eg'izi bilan oshkorlaganligi, hijratga tayyorlanganlarni pash qilish yaqinqi yillardan beri yezilardagi ba'zi amonliq mudirlari uchun xizmat ko'rsatish yo'llaridan biriga aylanganligi, Bayondaydagi yuqorqi amonliq mudiri chet elga chiqish ko'yidagi 3 kishini tutib bergani va 30 kishining tutilishiga yo'l ochib bergani uchun 2 qatim mukofotlanganligi. Ammo yepiq tarbiya dulqunida uning bu ko'rsatgan xizmati e'tiborga elinmay, uning aka-ukalari va ayolining qarindoshlarining farzandlaridan bo'lib 5 kishi tarbiyalashga elib ketilganligi oshkorlandi. Xitoy axborot organining Turkiyadagi harakatlari. 21 mart Ahtapot to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqini kontrol qilib, Sharq Turkiston mustaqillik harakatini cheklash uchun harakat qilayotgan Xitoy axborot organlari jonlanishga boshlagan. Xabarda Xitoy axborot organi bo'lgan Xitoy xalqaro radiosi CRI'ning CRI Turk, CRI Turk FM qatorliq tarmoqlari Turkiyaning İstanbul, Ankara, İzmir qatorliq 11 shahar markazida faoliyat qildiganligi hamda xabar tarqatadiganligi, Xitoyning mazkur axborot organi 3 shahardan boshqa Antalya, Bodrum, Gaziantep, Eskishahar, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Qaysari qatorliq rayonlarda xabar tarqatadigan CRI FM radiosi Turkiyadagi umumiy ahvollarni egilab tarqatadiganligi, CRI FM o'xshash bir vaqtda barliq uchurlarni sun'iy hamro orqali belgilagan nishonga tarqatadiganligi, Xitoyning mazkur radio tarqatish markazi xuddi bir istixborot o'rnining vazifasini o'tayotganligi, mazkur o'rin egillagan alohida axborotlarni ham Turkiyada ham Xitoy va O'rta Osiyoda inglizcha, turkcha tarqatayotganligi oshkorlangan. Xabarda Turkiyada Xitoyning yordam bilan ishlarini davom qilayotgan CRI Turk axborot organining borligi, Xitoy va Turkiya do'stlik vaqfi bilan bir binoda faoliyat qilayotgan bu radio markazi ilgari Xitoy tarafidan GB Times nomi bilan setib olinganligi, axborot o'rinlarini setib olish orqali kengayish harakatini muvaffaqiyatli elib borgan Xitoy NTV kanalini setib olish uchun so'zlashgan bo'lsa-mu, biroq amalga oshmaganligi, maqsadini amalga oshira olmagan Xitoy qo'lidagi radio markazlariga zo'r ko'lamda mablag' selish orqali josuslik faoliyatini jonlantirish harakatida bo'lganligi oshkorlandi. BDT yig'inida Xitoy xalqining vakili kim degan talash tortish yuz berdi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, tunugun BDTning Jenevada echilayotgan 37-navbatlik kishilik huquq yig'inida Xitoy hukumat vakillari bilan Xitoy o'qituvchi Yang Jianli orasida keskin talash tortish yuz bergan. Yang Jianli so'zining beshida Xitoy Kompartiya hokimiyati Xitoyga vakil bo'la olamdi deb savol qo'ygan. 主席先生，我是中国公民杨建立，以联合国观察顾问的身份发言。我首先向各位提出一个问题：中共政权是否有资格在这里代表中国？Hello, we have a point of order. 副主席先生，中方有理由质疑该名代表身份。 Bu savolga shu zamon o'kti qopgan Xitoy hukumat vakillari yig'in riyosatchisidan Yang Jianlining bu yig'inda so'zlash salohiyatining bor yo'qligini so'ragan. Yig'in riyosatchisi Yang Jianlining so'zlash salohiyati borligini bayon qilgan va Yang Jianlini so'zini davomlashtirishga chaqirgan. Yang Jianli so'zda Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining yillardan beri Xitoyda kishilik huquqni eg'ir dafsanda qilib kelayotganligini, jumladan kishilarning fikr bayon qilish huquqi va diniy erkinligini bo'g'iyotganligini
paketlari bilan o'ttirg'a qo'ygan. Bu chaqda Xitoy hukumat vakillari yana bir rat o'rnidan turib, Yang Jianlining yig'in temasidan chatnab ketganligini bayon qilgan. Yig'in maydonidagi Xitoy vakillarining mushu xil shakldagi qo'polligi va noroziligi tufayli Yang Jianlining so'zi daxliga uchirgan va 3 qatim uzib etilgan. Ammo BDT yig'in riyosatchisining odil pozitsiyasi va himoyasi bilan Yang Jianli nutqini to'liq va ta'sirli holda tamomlagan. BDT yig'inlaridagi bu xil talash-tartish ilgirki vaqtlarda Xitoy taraf bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillari orasida yuz bergan edi. 2013-yil 19-sentabrdagi BDT yig'inida Rabiya Qodir xonim Sharq Turkiston degan atalg'uni tilga olganida Xitoy vakillari Jungoda Xinjiang degan yer bor, Sharq Turkiston degan bir yer yo'q deb norozilik bildirgan. Rabiya xonimning javobidan o'sal holga tushgan Xitoy diplomat Yang Qinghui muxbirlarning oldidagi ovoz olg'uni yerga etish orqali ochiqini chiqargan edi. Trump ikkinchi qitim Xitoy raisi bo'lgan Shi Jinpingni texnicha tabriklamadi. Amerika Ovoz radiosining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump ta bugunga qadar Shi Jinpingning ikkinchi qitimli Xitoy davlat raisi bo'lganligini tabriklab xat avatmagan. Xabarda deyilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining to'r betida Shi Jinpingni tabriklagan chet davlatlar rahbarlarining tabriknomalari e'lon qilingan. Tizimlikning oxirida Amerika qatorliq bir qism davlatlarning rahbarlari boshqacha shaklda tabrikladi deb eskartish berilgan. Amerika ovozining bugungi bu vaqtdagi xabarida mazkur izohatda yolg'on ma'lumot berilganligi ishorat qilingan. Xabarda deyilishicha, ba'zi maslahatchilarning to'sishiga qaramay Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tez va oshkora tabriklagan Donald Trumpning Shi Jinpingni boshqacha bir shaklda tabriklashi mumkin emas ekan. Xabarda yana eskartilishicha, Xitoy asosiy qonuniga tuzish kirgizilib, davlat raisining vazifa o'tash muddatini surgusiz uzartish haqida taklif sunilayotgan mezgilda Donald Trump Amerikami buningdan ulgu olsa bo'lg'udak deb Shi Jinpingni masxara qilgan edi. Yangi setib olgan kiyimlarni yuvib etib kiyish kerakmi? Yangi setib olgan kiyimlarni yuvib etib kiyish to'g'risidagi bir tekshirishda ko'rsatilishicha, tekshirishga qatnashgan 11266 odam ichida yangi kiyim setib olganda yuvib etib ondan kiydiganlarning soni 22.8% ni egallagan. Buning ichidagi 61% kishilar badanga chip keladigan kiyimlarni yuvib ondan kiydi ekan. 8.24% kishilar azaldan yuvib kiymaydi ekan. Yangi kiyimlarning pörilmesi va uningga qo'shilgan ximiyalik moddalarning asva, qichishqoq va har xil reaksiyalik alomatlarni paydo qilishining oldini olish uchun uni kiyishdan burun amal bor oldi bilan bir yuvib etish kerak. Buningdan sirt rax ichida hasharat va sinab kiyib boqquchilarning qoldiq moddasi yushiringan bo'lishi mumkin. Birinchi, yangi kiyimlarning ichidagi formaldehid simolisi teri kasalini keltirib chiqaradigan eng cho'ng omil. Bu xil rangsiz modda kiyimlarga purkiladigan bo'lib, bu xil modda kiyimlarning purlashib ketishining oldini oladi. Ammo u terida reaksiya alomatlarini paydo qiladi. Bir qism olimlarning qarashicha, bu xil modda hatto rak kasaliga giribdor bo'lish xavfini oshirib o'tadigan. Ikkinchi, bo'yoqmi og'ir masalalarning biri. Nurg'ulg'an berikmi taloliq bo'yoqlarning hammasi azotliq anilin bo'yiqi bo'lib, bu ximiyalik moddalar og'ir darajadagi teri reaksiyasini paydo qiladi. Uchinchi, kiyimning ichida bu kiyimni sinab kiyib boqquchi qoldirib qo'ygan bakteriya va parazit qurutlar bo'lishi mumkin. Bu kiyimni siz setib olishdan burun boshqalarmi kiyib sinab boqqan bo'lishi mumkin. Navoda sinab kiyib boqquchida yuqumli kasal bor bo'lib qolsa, bu kasal sizgami yuqishi mumkin. Bu bakteriya va parazit qurutlar kiyim ichida saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa siz eng yaxshisi yangi setib olgan kiyimingizni kiyishdan burun bir qatim yuvib eting.